Abu Hurayra roziyallohu anhu bu kishi ahli suffalardan bo'lgan. Kambag'al bo'lgan. Eng ko'p rivoyat qilgan kishi hadisni. Hadisni eng ko'p rivoyat qilgan sahobalardan. Miskin bo'lgan, ahli suffa bo'lgan. Uyi yo'q bo'lgan. Masjidda burchaga bir supa qilib qo'yilgan, shu yerda bir 5 ta 6 ta shunaqa bir kambag'al sahobalar o'sha yerda kun kechirgan. Bir abkada ehson qilsa yeydi, ichadi, bo'lmasa och qolib o'tiraveradi. Kunlarning birida Abu Hurayra roziyallohu anhu qorni och. Yegan ish narsasi yo'q. Borib turib qornim och deya olmaydi. Hayo bor, iffat bor. Musulmonlar namoz o'qigani ketishadi, o'qib chiqib ketishadi. Chiqib ketganda kelinglar, Qur'on o'qib beraman sizlarga deb o'tkazib olar ekan. O'tirib Qur'on o'qir ekan. Bir betmi, yarim betmi? Orqasidan va mimma rozaqnahum yunfiqun degan oyat bilan tugatar ekan. Ya'ni ularga infoq qilib bergan narsalarimizdan mu'minlar infoq qiladi. Biz ularga rizq qilib bergan narsadan infoq qiladi degan oyat bilan tugatar ekan. Tushunishami ekan? Jamil zo'r deb chiqib ketishaverar ekan, o'tirar ekan qorni och. Ana shu qorni och bo'lib turgan paytda bir piyola sut ehson bo'lar ekan masjidga, ahli suffaga. Abu Hurayra olib roziyallohu anhu xursand, hozir ichaman deb tursalar, Nabiy sallallohu alayhi vasallam to'xtang, ahli suffani qolganini ham chaqiring derkanlar. Ya Rasululloh, piyola o'zi chaqiring der. Sut qo'yib qo'yib ahli suffani chaqirib kelib, hammasi o'tirishdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Abu Hurayra oxirida ichadi derkanlar. Bir ko'zingizlarni oldiga keltiringlar mana shu epizodni. Biz abid qilgani boramiz, nima yeysizlar deydi. Biz nima bor deymiz. Mana bor deydi, de tolib ham yeyman, hamma yeyman. Ha, mana xabar, amma issiq qolibdi, sovuq qolibdi. Sho'rvasi sovuq qolibdi. Biz hech qachon ularni qilgan amallarini qila olmaymiz. Ularning martabasiga, maqomiga yeta olmaymiz. Ammo ularga bo'lgan muhabbatimiz, hurmatidan Allohdan umid qilamiz, qiyomatda ular bilan birga tiriltirgin bizni. Ularga bo'lgan nimamiz tufayli? Muhabbatimiz tufayli. Ahli suffa yig'ildi. Abu Hurayra oxirida ichadi. Bittasi ichdi, to'ydi, tugamadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning qo'li tekkan barakot. Ikkinchisi ichdi, uchun Abu Hurayraga ham yetib keldi. Iching. İçti, iching. Ya Rasululloh, to'ydim, iching. Tirnoqlarimdan chiqib ketguncha to'lib ketdi ichim dedi. Mana shunday kishilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam oldida o'tirishgan. Yine ular shikoyat qilmagan bizga o'xshar hayotidan. Abu Hurayra roziyallohu anhu mana shunday sahoba bo'lgan.